Azizlar, biz ko'chaga chiqdik. Yana endi sekin ishlarimizni qilamiz. O'zani kuzatishda davom etadi. Hozir biz Darxan tomonda ishga shoshib, havo ham judayam chiroyli, judayam mana metro. Hozir jeton olamiz. Metro kelyapti. Va nihoyat biz Xalqlar do'stligi saroyini oldidan chiqdik. Nimaga degan savol tug'ilishi mumkin. Hozir biz Mirzo Ulug'bek debman o'zim. Maksim Gorkiy metrodan Samarqand darvoza. Samarqand darvozaga keldik, qarochi. Mana Xalqlar do'stligi. Biz doim to'g'ri chiqamanmi? Mana bu yo'l o'chetiga o'ng tomonga o'tsak, anaqa bo'ladi. Samarqand darvozaga ketamiz. Samarqand darvozaga chiroyli shopping qilamiz. Salonga boramiz keyin. Undan keyin ochkilar olishim kerak hali. Kiprik qo'ydirishim kerak, tirnog'imga qarashim kerak, sochimni quvvatga qilishim kerak. I love Toshkent. Charchab qoldim bora. Hali ishonsanglar zavtrak qilmaganman. Chunki soat 1da uyg'onganman. 1da uyg'onganman, hali zavtrak qilganim yo'q. Hozir Samarqand darvozadan biron anaqa fast food yeb olamiz. Keyin shopping qilamiz. Uning uchun biz Samarqand darvozaning 4-etajiga chiqishimiz kerak. Men bu yo'l bilan tushib olib, shu metrodan chiqqandan keyin shu yo'l bilan tushib olamiz deb. Hozir peshkom yuramiz, chunki sizlarga ob-havoni ko'rasizlar, juda ham zo'r shokolad ob-havo borda. Svetoforga qaraman, mana bizani yo'limiz ekan. O'zim ko'rsatmadim sizlarga. Chunki sochlarim bir ahvolda. O'zim ko'rsatishga hech anaqam yo'q. Mana shu yo'l bilan to'g'riga chiqib ketsak, Samarqand darvozaga ketamiz. Mana azizlar, men o'zim ko'rsatmayman hozircha. Hozir sizlarga ko'rsataman.
chiqman azizlar. Mana shu ko'cha bilan to'g'ri yursak, to'g'ri yurib ketaversak, Samarqand darvoza, yana qanaqadir gipermarketga chiqadi. Ob-havo juda ham zo'r. Osmonga qaranglar. Yomg'ir yoqqan shekilli tog'larga, chimyonlarga. Hozir ham xursand karantin ochilganiga. Mana ko'rdinglar, metroda ham odamlar bor. Baribir o'zimizni mana maskalarni taqib yurishi hisobga olmaganda juda ham. Lekin baribir 1-2 oydan keyin yana karantin to'xtashi mumkin degan xayol bilan yashaysiz. Chunki aytib bo'lmaydi. Karantin qachon tugaydi, qachon yana boshlanadi bilib bo'lmaydi. Lekin hozir ochilganiga ham rahmat, chunki deganga to'rt devorni ichida o'tiraverish jonga tegdi. Tak. Froz nima magazinidan chiqdik. To'g'risi Osiyo Sulton anaqa Madina Mumtozi saloni. Kelin liboslar saloni. To'g'risini aytsam, haligi Five Rose anaqasida magazinda esa chiroyli narsalar bor ekan. Lekin men hozir olmadim hech narsa, sababi Samarqand darvozani ham taqqoslayman. Agar o'tda chiroyli narsalar bo'lsa, keyin olaman. Bo'lmasam o'tda Samarqand darvozada chiroyli narsa ko'rib qolsam, o'tdagina olib qolsam, ichlarim kuyib, kechalari bilan uxlolmay chiqaman. Shuning uchun shuni hisoblayman. Tushundingiz? Biz Samarqand darvozadan chiqdik. Chunki degan Samarqand darvoza yopiq ekan. Mana 27 ming bo'ldi. Boxmaster meni eng yaxshi ko'rgan fast foodim kola bilan birgalikda 27 ming bo'ldi. Buni o'zi tak hozir bu qancha edi? Naverno 14 mingmi yo 20 ming shekilli. 7 ming so'm kolasi. Biz mana Chilonzor metro, Boxmaster, KFC shu tomonlarga keldik. Oyoqlarimni qisdi nimaga? Karbonada salom. Что ли, ikkinchi etajda. Karbonada salom. Assalomu alaykum. Kim bu? Taslim.